Assalomu alaykum. Bizda navbatdagi masala ikkinchi variant. 18-savol. 19.2 gram 2 valentli metal va uning karbonati xlorid eritmasi bilan ishlov berilganda 3,36 litr demak gazlar aralashmasi olingan gazlar aralashmasi yondirilib, suv bug'lari kondensatlanganda gazning hajmi 2,24 litrga teng bo'ldi. Dastlabki aralashmadagi oddiy moddaning mass ulushini aniqlang deyilgan. Xo'p, demak bizda metal va uning karbonati. Xo'p, ana endi bularda reaksiyasi natijasida gaz ajralib chiqadi. Metal o'zi reaksiyaga kirishganda vodorod gazi ajralib chiqadi. Metal karbonati reaksiyaga kirishganda esa karbonat angidrid ajralib chiqadi. Hop, ikkalasida ham birga bir nisbatda gaz ajralib chiqqan. Demak, umumiy aralashma, gazlar aralashmasi 3,36 litrni tashkil etsa, uni 22,4 litr taqsim molga bo'lsak, 0,15 mol demak aralashma bo'lgan. Hop, ana endi mana bu umumiy aralashma ham demak 0,15 mol. Hop, vodorod bizda kislorodda yonadi va suv hosil bo'ladi. Va shuni hisobiga gazlarda hajmi 2,24 litrgacha kamaygan, ya'ni kamaygan hajm vodorod hisobiga bo'lgan. 2,24 litr karbonat angidrid. Demak, mana bu joyga 2,24 litr yoki 22,4 litr qo'ysak, mana bu qiymatimiz bizda 1 mol yoki mana bu karbonatning massasi esa bizda 60 x barobar 6 gram karbonat ioni bo'lgan va qolgan qism to'liq metalga tegishli bo'ladi. Xo'p, 0,15 ni bo'lamiz 3 ga. 0,05 mol bizda metalimiz mavjud ekan. Uni metal aniqlamoqchi bo'lsak, demak mana shu 0,05 moldan foydalansak bo'ladi. Biz endi oddiyroq yo'lga o'tamiz. 19,2 minus 6 barobar 13,2. 13,2 ni bo'lamiz 3 ga, ya'ni 0,15 ni 3 ga bo'lganimiz kabi buni ham bo'lib olsak, 4,4 gram bizda dastlabki oddiy moddamiz mavjud bo'lgan. 4,4 ni bo'lamiz 19,2 ga. Demak, mana bu qiymatda bizda massa ulushi kelib chiqadi. Bu qiymatga mos keladigan javob bizda A variantida bor. Demak, A variantimizda 11/48 berilgan. Ya'ni mana bu qiymatimiz bilan bu qiymatimiz javobi bir xilda chiqadi.